Ushbu dars oxirida siz yangi koreys harflarini o'qiy olasiz. Hech qanday yodlash. Keling, boshlaymiz. Hangulning sirini eslang. Har bir harf uni aytganda og'zingizning shaklida. Bu harf 기억, u kabi eshitiladi. Joyi tilning orqa qismidir. Endi unli qoshing va tinglang. 가, 고, Bu harf 니은, un kabi eshitiladi. Joyi tilning uch qismi yuqori gung. Endi unli qoshing va tinglang. 나, 누, Bu harf 디귿, u kabi eshitiladi. Joyi tilning uch qismi bo'shatilgan. Endi unli qoshing va tinglang. 다, 도, Endi unlilar. Tinglang va chiziqlarni tomosha qiling. 아, 어, 오, 우, Bir undosh va bir unli birlashtiring va siz silabni olasiz. Konstruksiyalardek. 가, 고, 나, Sizning navbatingiz. Bularni baland ovozda o'qing. Zarur bo'lsa to'xtang. 가, 고, 나, Ajoyib. Siz 3 undosh va 4 unli o'rgandingiz. Siz allaqachon kechagi kordan ko'proq koreyscha o'qiy olasiz. Endi buni mustahkamlang. korean.vesom.com saytiga o'ting. Bepul mashq ro'yxatdan o'tish shart emas. Havola pastda.